Barchaga Navro'z olam muborak. Mana bugun Inson resurslari va mahalla taraqqiyoti instituti bugun o'zining Navro'z bayramona dasturxonini yozib chiqqan, o'zining an'anaviy o'sha bahoriy taomlari, sumalak va turli xil an'anaviy pishiriqlar bilan dasturxonni inom etgan. Ana shu ushbu Navro'z bayrami, ya'ni Navro'z bu yosharish fasli, yosharish ayyomi hisoblanadi. Hammani ushbu Navro'z olam bilan hammani tabriklab muborakbod etaman.